Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Mikrokredit bank hamkorligida Andijon viloyati Shahrixon tumani Yuzlar Mofayi 309-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda loviya ekilgan. Maydon jami 12 gektar, uzunligi 300 metr, bo'yiga 400 metr hisoblanadi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar gullash holatida. Ekinlarni yetishtirish 60 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan ozuqalantiriladi. Ushbu loyihaga 122 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 10 sotkdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyiha samarali amalga oshirilishi uchun tadbirkor Bekmet ishlab chiqarish korporativi Tojiboyev Bahodirjon ushbu loyihaga biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 3 tonna, jami 36 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirilib olinganidan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turlarini ekish orqali yer egalarini daromadlarini yanada oshirib boriladi. Yer maydoni o'ng tomondan aholiga tutashgan, chap tomondan terakzor, to'g'ridan esa zovur, orqa tomondan aholiga tutashgan.